Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan rus tilida eng ko'p ishlatiladigan fe'llarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Men rus tilidagisini tarjimasini aytaman, siz esa mendan oldin uni topishga urinib ko'ring. Birinchi fe'limiz обсуждать. Обсуждать. Muhokama qilmoq. Juda ham ko'p ishlatiladi. Keyingisi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, я обсуждаю эту проблему с учителем. Bu muammoni o'qituvchi bilan muhokama qilyapman. Keyingisi предполагать. Предполагать. Taxmin qilmoq. Keyingisi сталкиваться. S predlogi bilan ishlatiladi. Сталкиваться. Biror bir narsaga duch kelmoq. Keyingisi влиять. Na predlogi bilan ishlatamiz. Влиять на что-то. Nimadirga ta'sir ko'rsatmoq. Keyingisi осознавать. Осознавать. Nimanidir tushunib yetish. Misol uchun, я осознала свою ошибку. Tushunib yetmoq. Keyingisi избегать. Избегать чего-то. Bu tarjimasi nimadirdan qochish, nimadir bo'lishni oldini olish degan ma'noda ham ishlatiladi. Oldini olmoq deb yozib qo'yamiz. Yoki nimadirdan qochmoq ma'nosida ham kelishi mumkin. Поддерживать. Buni ko'pchilik biladi. Bu qo'llab-quvvatlash. Keyingisi касаться. Misol uchun aytaman, это меня не касается. Bu menga taalluqli emas. Ya'ni tegishli emas, taalluqli emas deganda aytishimiz mumkin. Buni rus tilida yana aytamiz. Это не имеет ко мне отношения. Иметь отношения bilan sinonim ko'p ishlatishimiz mumkin. Ya'ni taalluqli emas deganda aytishimiz mumkin. Справляться. Buni tarjimasini biladigan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Va agarda siz shu yerdagi barcha fe'llarning tarjimasini topa olgan bo'lsangiz, sizning rus tili darajangiz B1.